Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz ko'radigan muxlislar. Mana biz Kobul poytaxtidamiz. Kobul poytaxtida mana yo'lga chiqqan edik kuni Badaxshon tomonlarga. Mana ishga bordik. Bundan chiqib mana Kobul poytaxtiga qaytdik. Mana bu yerda kulolchilik nimalari, sirlari bor ekan. Mana kulolchilik sirlari. Do'stlar, mana bu katta kulol. Bunda gul ekishadi, gul. Yani mana bu yerda chiroyli kosalar, idishlar bor ekan do'stlar. Mana kulolchilik. Qanchadan ka bular? Mana do'stlar, bu yaxshi idish ekan. Mana bu yerda choynaklar bor toshdan. Ha? چندی هست میگین آقایی صدایی بیانر بگو Margot شما دکان اینمی چند است؟ 220 mana do'stlar, shu 200 nima afg'oni, 200 afg'oni shu qatiq bostirish uchun ekan, qatiq uchun yasalgan ekan toshdan. 220 afg'oni. Mana bu yerlarda bor ekan. Mana yaxshi choynak. Chiroyli. Mana guldon bor ekan do'stlar. Hammasi tosh, bu kulolchilik nimalari. Kulol yasagan idishlar. Idish, mana guldon, tovoq, chinni, shunaqa narsalar do'stlar. Like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar do'stlar. Bu Kobul poytaxti. Kobul. Shu mana ovqat pishiradigan mana qanday so'rashib Ana bu ovqat yerda. pishiradiganmi bu? yo bu suv saqlaykan yo oq chakkadan nima qilasan Ha. shundoq saqlaykan Go'shtni ham biz tuzlab shunga saqlashadi. Ilgari biz yoshligimizda bir ota-onalarimiz vaqt. go'shtni tuzlab Mana bunda qatiq qo'yar ekan, qatiq uchun. qatiq qo'ygan, ha bu. 220 afg'oni deyapti bittasi. 220. Demak, o'sha hozirgi zamonaviy teflon yoki bo'lmasa boshqa narsada ovqat pishirgandan yoki bo'lmasa alyumin idishlarda saqlagandan ko'ra ming marta afzalligini nafaqat meditsina boshqa ham Mana do'stlar, kichkina choynaklar bor. Birodar azizlar, mana bu tanchon deydi, tanchami nimada deydi, shunga ovqat pishirishadi. Ovqat pishiradigan. Do'kondor, buyanja, xo'sha bugun. Ko'za sho'rvada pishgan sho'rva butunlay boshqa. Do'kondor qochib ketyapti. Zayno tarif qiladi Ya'ni xo'sha bugun degan. Kulolchilar ekan. Narxlarni ham so'rayman hozir aka, narxlarni. Ha. Bular narxlari haddan tashqari arzon ekan. Buni narxi qancha bu? Mana sopol kosani. hem kosa chandi hast Finjorka 50 afg'on 50 afg'on deyapti. 50 afg'on. Bizda Ramazon, ammo gap bu kosada yo boshqa emas. Xuddi mana shundan Mana qaytib do'stlar, kosalarda 50 afg'oni. alyumin yoki boshqa 50 afg'oni bo'ladi bizda. 8,5 ming so'm. Salafonning aynisi hozir 8,5 ming polietilen so'm. va boshqa narsalardan Bittasi 8,5 ming so'm. Inson uchun ko'p zararligini mana Choynak chandas? 30 afg'oni. Ayniqsa Chan? Do'stlar, 200 4 ta kosa, bitta choynagi 200 afg'on ekan. zaharli ko'payadi. Mana bu yoqda chiroyli idishlari bor. Ko'pincha ziyonni teflonda ko'proq bo'lar. Mana guldon, ko'pincha guldon bo'luvchi, miyaga ta'sir qiluvchi va miyalarning yaxshi ishlamaslik faoliyatidan chiqaryapmiz. Ayniqsa mana bu sopol ko'zalarda pishirgan oziq-ovqatlarni bilamiz. Shinnini ham qadimda bobolarimiz xuddi shunday ko'zalarda tayyorlashgan va saqlashgan. Ko'zalarda saqlangan shinni va sirka oziq-ovqatlarning uzoq muddat saqlanishi bu hammaga ham ayon. Ayniqsa sutning uzoq vaqt saqlanishi bu sir emas. Qadimda bobolarimiz xuddi shunga o'xshagan idishlarga ro'za Ramazon kunlarida
o'sha idishlarda pishirilgan go'ja va shunga o'xshash ovqatlarni qattiq qo'shib, ariqlarga solib, muzdek qilib saqlab, saharlikka va iftorlikka ishlatishgan. Hattoki go'shtlarni ham xuddi shunday holatda saqlashgan. Shu qo'zalarda saqlashgan. Tuzlangan holatda ariqlarga solib qo'yishgan, shunday qilib saqlashgan. Eng qizig'i ular xolodilnikda saqlangandan ko'ra o'sha muzlatgichlarda saqlangandan ko'ra ularning mazasi va nimalari juda ham foydali tomonlari ko'p bo'lgan. Birodar azizlar, ko'ring, mana kulolchilik bilan bizdan chiqib ketgan hisobi, bizni umuman iste'moldan chiqib ketgan idish tovoqlar bularda sir emaski, hozir Afg'oniston xalqining ayniqsa ko'p bizlarda eng avj olgan kasalliklar bularda yo'qligi hammaga ham ma'lum. Mana eng asosiysi hozir bizda O'zbekistonda rivoj olgan kasalliklardan biri qand kasalligi, qandli diabet, oshqozon osti bezi kasallanishi ham xuddi shu teflon va shunga o'xshash idish tovoqlardan kelib chiqishini hamma ham biladi. Bularni to'g'ri o'sha oziq ovqatlarni xuddi shunday idishlarda tayyorlashar ekan. Biz ham shularga o'tsakmikin, birodar azizlar, faqat ustidan xonalaring ham shunda saqlaydi. Lo'la shunday bu tovoq Bu osh uchun, menimcha. O'sha oldizon. Ovqat pishirish uchun qaysi biri ishlatiladi? Ovqat bu ham bo'ladi. Bu ham bo'ladi ovqat uchun. Mana bular ham bo'ladi. Ovqat Osh yemoqqa bo'ladi. Ovqat pishirish uchun qaysi birini tanlaysizlar? Men ko'pincha Arabistonda chalada sho'rva qilishadi. Mana ko'zacha bizda ham tayyorlanda choynakni deb qo'yiladi. ovqati bor, a? Bizda ham Bu bor. bo'lsa bu yerda ham bor ekan. Biz ham Devor yopishtirilgan. biz Afg'onistonda Mana bular nima ekan? İçiyiz, bak hatır içi yolka deydi. Say. Mana bo'lsa, oyog'ini, yarig'ini yo'qotish uchun ham alohida qurshagan ekan mana. Oyoqni shu yarilgan tovon yarilsa, shunda ketkazish mumkin ekan do'stlar. Salomat bo'ling.